Salom, sizlar bilan Shohrux, ya'ni men 2026-yilda o'zimga maqsad qo'ydim, ya'ni bu B2 Seferdan, ya'ni B2. Buni sizlar bilan birga olib boraman, ya'ni sizlarga ham o'rgatish maqsadida. O'zi Sefer yoki ALS olish uncha qiyin emas. Lekin ustozingiz aytganini qilmay, masalan, o'zi ustozingiz aytganini qilib yurib, hamma narsa oson erishsa bo'ladi. Lekin sizlar ustozingiz aytganini qilmay, telefon o'ynab, har kuni keraksiz narsalarga vaqt sarflasangiz, shunaqa olmasligingiz mumkin. Lekin ustozingiz aytganini ikki qilmay, hamma narsani joy-joyiga qilib yursangiz, bu narsa siz uchun umuman bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun har doim harakatni to'xtamang. Bugun bizning birinchi kunimiz, inshaalloh hammasi o'xshaydi. Menga ustozim hammangiz bilsangiz kerak, Murphy kitobini shuni 60-vinitida qilib kelishimni buyurgandilar. 60. Menimcha sal osonroq bu unit. Flower, singular and plural. Ya'ni bu ko'plik va bitta. Ya'ni 1, 2. Mana shunaqa. A flower, some flowers. A week, 6 weeks. A baby, 2 babies. A nice place, many nice place. Mana shunaqa narsalar. O'zi oson. Qani masa, biz boshladik. Ikkita o'zi 20 ta savol berilgan, ikkitasi qilingan. Uchinchisidan boshlab qilib ketaman. Watch ko'pligini yozishimiz kerak. Bu men uchun juda, ya'ni ham men bitta men uchun emas, hammamiz uchun juda oson deb o'ylayman. Watches. Shularni qilib olaman. Shuni qilib bo'ldim. Endi hozir ko'pchilik 3 ta yoki 4 ta narsaga adashadi. Bu nima narsalar? Sheep, fish, child va children. Mana shu narsalarga ko'pchilik adashishi mumkin. Shuni qanaqa qilishni o'rgataman sizlarga bugun. Biz hozir ko'pchilik masalan our child deb qo'yadi. Bu child degani o'zi bittagina bola degan ma'noni anglatadi. Ya'ni bitta bola. O'zim ham ko'rganman, ko'pchilikni masalan men boraman biron joylarga, o'sha bit ko'raman-da. Speaking qilamiz o'sha odam bilan. A child, okay. And child bo'lsa, mana shu narsalarda u esa are qo'yib child ishlatadi. Child keyin bir kun ularga hammasiga aytdim. Child emas, children bo'lish kerak desam, ular o'ylashyaptiki, children bu children bolalar, children ham bolalar. Ular mana shu narsani o'ylashyapti. Keyin esa ular o'z xatolarini tan olishdi baribir. Keyin ular o'z xatolarini tan olishgandan so'ng o'sha xatoni qaytib qilmayapti to'g'rirog'i. Shuning uchun u xatolarni qilmasligimiz kerak. Sheep ham shunaqa. Sheep ko'plik, sheep ham ko'plik. Agar sheeps bo'ladigan bo'lsa, bu to'y analari, turlari. Mana shunaqa narsa. Fish ham shunaqa. Fish bo'lsa, fish turlari, masalan, fishes turlari, baliq turlari, laqqa baliq, sazan, mana shunaqa turlar. Fishni o'zi ko'plik ham. Uni faqat are bilan is qo'yishda ishlatamiz, bo'ldi. Are qo'yilsa ko'plik, is qo'yilsa bitta. For example, hozir daftarchamni olib olsam, for example, mana kerak. This is sheep.
This is sheep. Yozib ketib o'ynasizlar ham. Bu qo'y. Endi these are sheep desak ham bular qo'ylar. That desak ham sheep bo'ladi. Ko'plikka ham sheep, bitta narsaga ham sheep ishlatamiz. Ko'pliklarda oxiri undosh bilan kelsa, ularda oxiri undosh bilan kelsa, es qo'shimchasi qo'shishimiz mumkin. Ayrim hollarda, faqat emas, ayrim hollarda babies, masalan, baby oxiri y bilan tugayapti. Bunda biz es qo'shimchasini qo'shamiz. Ya'ni es qo'shimchasi qo'shilib babies bo'ladi. Bu ya'ni b y tushib qoladi bu yerda. Y tushib qolgani sababli es qo'shiladi. S qo'shishimiz mumkin, lekin unda y'dan keyingi harf undosh. Shuning uchun es qo'shiladi. Hamma undoshlarga es qo'shiladi. Faqat unlilarga, ya'ni a, i, u, o, o'zbek tilida o ham bor, lekin ingliz tilida o bo'lmaganligi uchun o yo'q. O'zi 5 ta. Faqat s'ni o'zi qo'shiladi o'sha narsalarga. Lekin bitta so'z bor, u qisqarib ketadi. Mouse. U mouse ham bo'lmaydi. Es ham qo'shilmaydi, s ham qo'shilmaydi. Prosta mice bo'ldi. Mice o'zi. Boshqa narsa qo'shilmaydi. These are mice. Bular sichqonlar. Mana shunaqa bo'lib qo'shilib ketadi hammasi. Bugungi darsimiz sizlarga yoqqadi deb o'ylayman. Bu bizning birinchi videomiz. Yoqmasa ham hech narsa qilmaymiz ham. Shuning uchun hammaga xayr. Bizni kuzatib bo'lganingiz uchun sizlarga kattakon rahmat.